Siz hech qachon ko'chada qolganmisiz? Boshingiz ustida tom, cho'ntagingizda bir tiyin yo'q. Faqat yomg'ir va sovuq shamol hamrohingiz bo'lganda inson nimalarga qadrligini bilasizmi? Men o'sha tunda shunchaki boshpana izlagandim. Eski dugonam Dilnozaning eshigini qoqqanimda bu eshik nafaqat issiq uyga, balki mening hayotimni ostin-ustin qilib yuboradigan do'zaxiy ehtirosga ochilishini tushimda ham ko'rmagandim. Dushxonadagi bu begona erkakning nafasi va dugonamning bir qadam narida ekanligi. Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu tubsizlikka qulash haqida. Tinglang, bu mening iqrorim. 2023-yilning kuz oqshomi edi. Oktyabr oyining oxirgi shanbasi. Eyimdan ajrashganimga ro'ppa-rosa yarim yil bo'ldi. O'sha kunni, o'sha sovuq vidolashishni har kuni tushimda ko'raman. Stol ustida qoldirilgan kalitlar, uning orqasiga qaramay chiqib ketishi, uy ichidagi o'lik sukunat. U ketdi. O'zi bilan birga mening ishonchimni, orzularimni, kelajagimni ham olib ketdi. Men bu katta va shafqatsiz shaharda yolg'iz qoldim. Eski hayotimdan voz kechishga majbur bo'ldim. Shahar chekkasidagi devorlari nam tortgan, derazalardan shamol ovlab kiradigan eski bir xonadonni ijaraga oldim. Bu uy shunchaki boshpana edi. Kechalari shiftga tikilib yotar ekanman, qo'shnilarning janjalini, ko'chadagi dayda itlarning vovoshini eshitardim. Har oyning oxiri men uchun dahshatga aylanardi. Ijara pul. Bu so'z mening vabzimga yopishgan qo'l kabi edi. Ishlayman, tinim bilmayman, lekin topganim ro'zg'or va ijaradan ortmaydi. O'zim bilan o'zim kurashib yashardim. Mana bugun ham o'sha kun keldi. Ishdan charchab doyib qaytayotgandim. Tashqarida kuzning zaharli yomg'iri sharros kuyayotgandi. Oyoq kiyimim o'tib ketgan, ko'ylagim shalabbo. Faqat bitta narsani tezroq, o'sha sovuq bo'lsa ham o'z uyimga kirib, ko'rpaning tagiga berkinishni xohlardim. Lekin taqdirning men uchun tayyorlagan rejasi boshqa ekan. Eshik oldida uyasi semas badqavuq ayol turardi. Uning nigohi yomg'irdan ham sovuqroq edi. "Pul bormi?" deb so'radi u. "Salom alaykum xola, iltimos 3 kun muhlat bering, oyligim kechikdi", deb yo'lib bordim. "Yo'q, bugun to'lamasang kirish yo'q. Narsalaringni olib chiqib ket", dedi u qat'iy. U eshikni qulflab oldi. Men ko'chada, yomg'ir ostida qoldim. Qo'limda kichkina sumkam, cho'ntagimda esa umidsizlik. Qayerga boraman? Kimga sig'inaman? Ota-onam uzoqda, ularga dardimni aytib sigim kelmadi. Qaltirab telefonimni oldim. Kontaktlar ro'yxatini tikladim. Ko'zim bir ismga tushdi. Dilnoza, bolalikdagi dugonam. Yillar davomida gaplashmagan, har xil yo'llardan ketgan dugonam. U boy va davlat oilaga kelin bo'lganini eshitgandim. Ikkilandim. G'ururim yo'l qo'ymasdi, lekin sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketgandi. Qo'ng'iroq qildim. Uzoq qudoqlar ko'tarmasa kerak deb o'yladim. "Alo?" Tanish, lekin biroz begonalashgan ovoz eshitildi. "Dilnoza, bu menman. Iltimos, yordam ber. Bir kechaga joy kerak", deb yig'lamsirab. U jim qoldi. Bu sukunat men uchun asrdek tuyuldi. So'ng qisqa javob berdi. "Kel, manzilni tashlayman." Dilnozaning uyiga yetib borganimda o'zimni xuddi boshqa sayyoraga tushgandek his qildim. Shahar markazidagi hashamatli ko'p qavatli uy. Liftning o'zi mening ijaraga olgan uyimdan toza va yorug' edi. Eshikni Dilnoza ochdi. U o'zgargan edi. Yuzida o'ziga bo'lgan ishonch, kiyimlaridagi harakatlarda azodalariga xos va qorg'or edi. "Kel", dedi u jilmayib. Bu tabassumda eski qadrdonlik ham, biroz achinish ham bor edi. Ichkariga qadam qo'yganimdan boshlab nafasim tiqilib qolgandek bo'ldi. Hamma narsa yaraqlagan. Yo'lakda qimmatbaho gullar, devorlarda rasmlar, havoda qimmatbaho atir va yangi damlangan qahva hidi taralgandi. Uning hayoti muvozanatda, hamma narsa joy-joyida ekanligi shundoq sezilib turardi. Mening hayotim esa shunchaki vayrona edi. Biz oshxonaga o'tdik. Dilnoza menga issiq qahva va shirinliklar qo'ydi. "Hayot qiyin", dedi u piyolani uzatib, ko'zlarimga tikilib. "Lekin har bir qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Men hali o'sha yengillikni topolmadim", dedim achchiq jilmayib. U menga diqqat bilan qaradi. Ko'zlarida ortiqcha savol yo'q edi, faqat tushunish bor edi. U mening shalabbo kiyimimga, qiltirayotgan qo'llarimga qaradi.
Yomg'irda qolibsan, muzlab ketibsan. Yur, dush qabul qilib ol, dedi u muloyim ovozda. Yengil bo'lasan. Dush qabul qilish, bu taklif menga xuddi jannatga kirish taklifidek eshitildi. Issiq suv, toza xona. Men bunga qanchalar muhtoj edim. Dilnoza meni keng va yorug' yuvinishxonasiga boshlab kirdi. Mana, sochiq, yangi xalat. Bemalol yuvinaver. Men yotoqxonada bo'laman, dedi-yu chiqib ketdi. Dushxonada yolg'iz qoldim. Ko'zguga qaradim. U yerda charchagan, ko'zlari so'ngan, hayotdan to'ygan bir ayol aksini ko'rdim. Kiyimlarimni yechdim, issiq suvni ochdim. Suv terimga tekkanda uni faqat tanamni, balki ichimdagi muzlangan yolg'izlikni, alamni va yashirin istakni ham uyg'otdi. Anchadan beri erkak kishi bilan bo'lmaganman. Tanam mehriga, teginishga tashlaydi. Issiq suv ostida ko'zlarimni yumib, bir zumga barcha muammolarni unutishga harakat qildim. Dushdan chiqib, sochiqqa o'ranib turganimda eshik taqillana. Kirib chiqaymi? Bir narsam qolib ketibdi, dedi. Kir dedim. U kirdi. U ham yechinishni boshladi. Men ham bir chayilib olay, erim kelishiga tayyorgarlik, dedi u kular yuz bilan. Men uni kuzatdim. Uning oppoq parvarishlangan badani, lekin e'tiborimni boshqa narsa tortdi. Uning qomati biroz to'lishgan, harakatsizlikdan bo'g'ashgan edi. Dilnoza dush kabinasiga kirdi. Suv shillab oqa boshladi. Kabina oynasi xira bo'lgani uchun uning faqat silveti ko'rinardi. Men ko'zgu oddiy sochlarimni quritayotgandim. Fenning ovozi qirg'irdi. To'satdan fenni o'chirdim. Eshik ortidan erkak kishining yo'g'on ovozi eshitildi. Dilnoza, hali ham dushdabsan jonim? Muzlab qoldim. Bu uning eri edi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Men yubka sochiqqa o'rangan, ich kiyimsizman. Dushxona eshigi qulflanmagan. Ovozga javob berishga ulgurmadim. Babgohga yopishib, ko'yi tishlayotgandek turib oldim. Umid qildimki, u hozir kirib kelmaydi. Lekin qadam tovushlari yaqinlashdi. Eshik tutqilab buraldi. Yo'q, deb ichimda baqirdim. Eshik ochildi. Ostonada baland bo'yli, kelishgan, faqat beliga sochiq urangan erkak paydo bo'ldi. U kirib keldi va meni ko'rib to'xtab qoldi. Men og'zimda tish pastasi bilan qo'rquvdan ko'zlarim katta-katta ochilgan holda unga tikilib qoldim. U bir zum menga, keyin ishlayotgan dush kabinasiga qaradi. Dilnoza ichkarida suv ovozidan hech narsani eshitmayotgan edi. U chiqib ketishi kerak edi. Uzr so'rab eshikni yopish kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Uning nigohi mening yalang'och yelkamga, sochiq ostidan ko'rinib turgan oyoqlarimga tushdi. O'sha nigohda hayrat emas, balki yovvoyi bir uchqun paydo bo'ldi. U sekin eshikni yopdi va qulfladi. Mening yuragim to'xtab qolayozdi. U menga yaqinlashdi. Juda yaqin. Men o'rtarildim, lekin orqamda devor bor edi. Chiqib keting demoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. U indamadi, faqat ko'zlarimga tikilib bir qadam oldinga tashladi. Dushxonada g'alati, bo'g'uvchi va ayni paytda elektrli bir sukunat hukm surardi. Faqat suvning shildirashi va bizning tezlashgan nafasimiz. U mening yonimga keldi. Uning erkaklik hidi, issiq nafasi meni o'rab oldi. U qo'lini uzatib, nam sochlarimga tegdi. Bu teginish, bu xuddi olovdek edi. Qo'rquv bilan birga yillar davomida uxlayotgan, bosilgan ehtirosum uyg'ondi. Men dugonamga xiyonat qilishni istamasdim. Men bu o'yinni buzishni istamasdim. Lekin shu lahzada men ojiz edim. U orqamga o'tdi. Uning ko'kragi mening yalang'och yelkamga tegdi. U belimdan mahkam ushladi. Men qarshilik qilmoqchi edim. Qo'llarim bilan uning qo'llarini itardim. Lekin u kuchli edi va eng yomoni, mening